yulduzluq kök bayrağımız Xitay bayrağının o'rnini oldi. Türkiye'nin Samsun vilayetida Xalqaro o'quvchilar jamiyati tarafidan 5-may kuni Samsun shaharlik Cumhuriyet meydanida davlat tunishtirish ko'rgazma faoliyati elib berildi. Bu ko'rgazmaga Sharq Turkiston uchun maxsus bo'lim ajratilgan edi. Samsundagi Uyg'ur o'quvchilar o'zlariga ayirib berilgan chidir uyga Sharq Turkistonning bayrog'i va Uyg'urlarning madaniyati aks ettirilgan kiyim-kechak, madaniy buyumlar va Uyg'urlarning tarixida o'tgan mashhur shaxslarning rasmlari qatorliq buyumlarni qo'yib, Sharq Turkistonni tunishtirgan edi. Biroq Xitoy elchixona xodimlari yo'lsizlik qilib, faoliyatni o'rinlashtirgan Turkiyaning shu rayondagi turk mas'ullariga shikoyat qilishi va turk mas'ullarining o'quvchilardan Türkiye menfaati uchun o'z haqlaridan voz kechishini o'tinishi bilan o'quvchilar shu kuni tushdan keyin Sharq Turkiston chidirini yig'ishtirib qaytib ketgan edi. Biroq Sharq Turkiston tunishtirilgan chidirining Xitoyning ushuqligi bilan taqalganligini ko'rgan Afg'oniston, Suriya, Misr, Iroq qatorliq davlatdan kelgan chet ellik o'quvchilar Xitoyning yo'lsizligi Uyg'urlarni bo'za qilganligidan qattiq g'azablandi. G'azablangan o'quvchilar 5-may kundagi faoliyat oxirlashgandan keyin Xitoy chediridagi Xitoy bayrog'i, chaplangan rasm va buyumlarning hammasini so'kib tashlagan va o'rniga Sharq Turkistonning oy yulduzliq bayrog'i, Sharq Turkiston xaritasi qatorliqlarni o'rinlashtirib qo'ygan. O'z vatanini tunishtirish maqsadiga yetolmay ko'ngli yerim holda maktabiga qaytgan o'quvchilarga 5-may kechda ko'rgazma o'rinlashtiruvchilar va chet ellik o'quvchilar telefon qilib, boshqa davlat o'quvchilari Xitoyning bu yerda faoliyat qilishini yoqtirmaydi ekan. Bugungi ishlarda bizni kechiringlar. Endi sizlar berib davlatinglarni tunishtiringlar degan. 6-may kuni chet ellik o'quvchilar tarafidan yerga tashlangan bayroq va undan boshqa narsa keraklarini yerdan terib olgan Xitoy konsul xodimlari va Xitoy o'quvchilari Uyg'ur o'quvchilarga tahdid silib, hammanglarning pasportini bekor qilib o'timiz deb rasvo bo'lgan holda qaytib ketishdi. O'quvchilar muxbirimizga bu vaqtda to'xtalib, Sharq Turkistonda qarindoshlarimiz o'zining dini, vatani, erkinligi uchun borligini, hatto jinini atayotdi. Biz Allohning roziligi, vatanimiz uchun unchalik badal degan nima edi deganlarini bildirdi. Uyg'ur o'quvchilar 6-may kuni atiganda ko'rgazma maydoniga yetib berib, Sharq Turkiston chidirini dal oldingi kuni Xitoy ochgan chidirining ichiga ochdi va tunugun Xitoy bayrog'i esilgan joyga go'zal Sharq Turkiston bayrog'imiz esilgan bo'ldi. Egallashimizcha Xitoy konsul xodimlari yanada ushuqligini davom qilib, maktab doiralariga ati Uyg'ur o'quvchilar bilan ko'rishgili kelganligini va bu ishni surishti qilganligini bildirishgan. Biz bu vaqtda Sutuqbo'raxon ilm va madaniyat vaqfi mas'ullaridan Muhammad Umar apandi bilan ko'rishdik. U Xitoyning bu talabining butunlay yo'lsizlik ekanligini, Xitoyning maktabga kelib Uyg'ur o'quvchilar bilan ko'rishish yoki ularni so'roqqa tortish huquqining yo'qligini, bu masala bilan yaqindan aloqador bo'lganligini, o'quvchilar elib borgan faoliyatning tamoman yo'lliq va ularning qonunliq haqqi ekanligini bildirdi. Kuzatuvchilar Xitoyning Misrdan keyin Turkiyadagi o'quvchilarga qo'l silishga urinishi va ularning faoliyat qilish haqqiga mudohala qilishi chekidan oshgan yo'lsizlikdir. Xitoyning bu qilmishining hammadan burun Turkiyaga haqorat ekanligini, chunki Xitoy bu yo'lsizligi bilan Turkiyani xuddi o'zining o'lkalaridan biridek ko'rganligini bildirishdi va turk mas'ullarining dal vaqtida Xitoy doiralarini Turkiyaning ichki ishlariga burnini tiqmasligi haqida ogohlantirishi kerakligini ifodaladi. Fransiya yozuvchilari Qur'oni Karimdagi bir qism oyatlarni o'zgartirishni talab qildi. 7-may Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Raislik bayonotchisi İbrahim Kalin Qur'oni Karim ta qiyomatga qadar qo'g'diladi dedi. Xabarda Fransiyaning sobiq prezidenti Nicolas Sarkozyni o'z ichiga olgan yozuvchilar zo'ravonlik va yahudi dushmanligini targ'ib qiladi deganni ilgari surib, Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlarni chiqarib tashlashni talab qilganligini. Türkiye Cumhur Raislik sariy bayonotchisi İbrahim Kalin bu talabga qattiq norozilik bildirib, ijtimoiy taratquv hisobidan e'lon qilgan bayonotida Qur'oni Karim hech kishining yezib o'chirish taxtisi emas. U bizning muqaddas kitobimiz. Qandoq vahiy qilingan bo'lsa, ta qiyomatgacha shu peti qo'g'diladi. Yahudilarga dushmanlik qilish Yevropada o'tirg'i chiqqan nafrat ideologiyasi. Bu masalani hal qilishni xohlaydigan g'arbliklar oldi bilan o'z manbalarini tekshirib ko'rsin. Zamonaviy dunyoda qaloqlik va hamoqatlik har qancha bo'lsa, mushunchilik bo'lar dedi. Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li bir qism Fransiya yozuvchilari va siyosatchilarining Qur'oni Karimdan ba'zi oyatlarni chiqarib o'tishni talab qilganligiga norozilik bildirib,
bu irqiy ayirmachilik va islomga o'chmanlik qilishning oxirgi nuqtaga yetib kelganligi bo'lib hisoblanadi. Bu qilmish qaloq ziyolilikning namoyandasi. Bu to'limi haddidan oshganlik. Bular mushundaq so'zlarni qilib yurganda zodi nima bo'lmoqchi? Ani Yevropada jamilarga hujum qilish voqealari avj olmoqda deganlarni bildirdi. Pakistan Ichki ishlar ministri hujumga uchradi. 7 may Pakistan davlat radiosining xabar qilishicha, Pakistan Ichki ishlar ministri Iqbal qurolli hujumga uchradi. Xabarda davlatning sharqiy qismiga joylashgan Narvalga qarashli Kanjiroda yuz bergan qurolli hujumda Iqbalning o'ng mo'risiga o'q tekkan bo'lib, u dastlabda rayondagi bir doktorxonaga, orqadan Lahordagi boshqa bir doktorxonaga yo'tkalgan. Panjab o'lkalik soqchi idorasi voqeadan keyin qo'lga tushirilgan hujumchining so'roq qilinayotganligini bildirdi. Soqchi amaldori Imron Keshvar 20-22 yoshlardagi hujumchining 20 metrcha yiroqlikdan o'q chiqarganligini, hujumda yaralangan ichki ishlar ministri Iqbalning hayotiy xavfdan asosan qutulganligini bildirdi. İslam Hamkorlik Tashkilotining chaqiriqi. 7 may Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Bengalning poytaxti Dakkada o'tkazilgan 45-navbatlik Islom Hamkorlik Tashkiloti tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin xitobnoma e'lon qilindi. Xitobnomada xalqaroning Berma hukumatiga qilgan ogohlantirishimi tilga ilingan bo'lib, Berma xavfsizlik qismlarining Arakan o'lkasidagi musulmonlarga qarata yo'lga qo'ygan besim siyosatining etnik tozalash saviyasiga yetganligi alohida ta'kidlandi. Xitobnomada yana Arakan musulmonlarga qaratilgan zo'ravonlik qilmishlariga xotima berish uchun xalqaro jamiyat harakatga o'tish, tashqi ishlar ministrlari rayondagi insoniy krizisni hal qilish uchun Arakan o'lkalik tavsiya komitetining taklif fikrlarining o'rindilishi lozimligini, Arakanlik musulmonlarni qabul qilishga majbur bo'lib qolgan Bengal bilan hamkorlik o'rnatadiganligi tilga ilindi. Quddus masalasimi tilga ilingan xitobnomada Falastin da'vosi bilan Quddusning islom ummatiga bo'lgan ahamiyati alohida ta'kidlandi. Turkiya Amerikaning jazo yurgizish qaroriga norozilik bildirdi. 7 may Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu bir xususiy televiziya kanalining hozirgi kun tartibga aloqador savollarga javob berib, Amerikaning F-35 tipli urush aeroplani setib berish kelishimini bekor qilishini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini bildirdi. Hamda Amerikani ogohlantirib, Turkiyadan javobini oladi. Chunki Amerikaning bu qarori ittifoqdoshlikka yarashmaydi dedi. Xabarda Çavuşoğlu Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan ko'rishish uchun oldimizdagi hafta Amerikaga boradiganligini, Turkiya bilan Rossiya orasidagi vizasiz sayohatga berish to'g'risidagi muhim uchurlarni berib, ruslar vizalarni bu yil to'liq bo'lmasa-mu, xizmat pasportlari uchun viza bekor qilishni taklif qildi. Qisman bo'lsa-mu, bu yil vizalar bekor qilindi dedi. Xalqaro o'quvchilar uchrashuviga Sharq Turkiston o'quvchilari qatnashdi. 6 may İstanbulning asarlarida o'tkazilgan xalqaro o'quvchilar yig'inida Sharq Turkiston tunishtirildi. Faoliyatga Sharq Turkiston yangi nasl harakati bilan Sharq Turkiston tantarbiya taraqqiyot jamiyati a'zolari qatnashib, Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyati, zibu-zinnat madaniyatini hamda Uyg'urlarning tarixda o'tgan mashhur ulamo, olimlar va ularning kitob yozmalarini tunishtirdi. Faoliyatda Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyatining raisi Tahir Ko'kbayroq Uyg'urlarning hozirgi holati aks ettirilgan vayrona temasidagi she'rni deklamasiya qildi. Erdo'g'an saylam bayonnomasini e'lon qildi. Turkiya Cumhuriyeti Cumhur Raisi va Adolat va Taraqqiyot partiyasi raisi Recep Tayyip Erdo'g'an saylam bayonnomasini e'lon qildi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Cumhur Rais va Adolat va Taraqqiyot partiyasi boshlig'i Recep Tayyip Erdo'g'an Sinan Erdem tantarbiya zalida o'tkazilgan Adolat va Taraqqiyot partiyasi İstanbul sho'basining 6-navbatlik viloyatlik qurultayida saylam bayonnomasini e'lon qildi. Cumhur Rais Erdo'g'an oldimizdagi mezgilda fazilat, iroda va jasorat bilan Turkiya yuksiladi. Ahdi qilamanki, yangi mezgilda Turkiya zamonaviy madaniyat saviyasining ustiga chiqadi. O'sim, pul paxalligi va qizil raqam to'vallaydi dedi. Erdo'g'an biz ichida yashayotgan dunyoda Turkiya rayonning eng muhim kuchiga aylandi. Yangi mezgilda Turkiya dunyoviy bir kuch, boshlamchi bir davlat bo'ladi deganlarni qayd qildi. Cumhur raislik hukumat sistemasi bilan milliy kirim o'rlaydigan va avom turmushida texmi kuchlik aks etadigan bo'lg'achqa, kirim guruhlari orasidagi bo'shliq sur'at bilan taraydi. Hamma kishining mol bexatarligi va savdo qilish erkinligi texmi kuchlik shaklda qonun davlatining kafolati ostida bo'ladi.
Erdoğan yana tashqi siyosatimizning tüp prinsiplari mustaqillik, milliy manfaat, milliy xavfsizlik va vijdoniy pozitsiya bo'lishini davomlashtirdi. Hech kimning xo'jayinligini qabul qilmaganimizdek, hech kimga xo'jayinlikmi qilmaymiz dedi. U yana dunyoviy bir kuch bo'lish uchun o'z qurollarimizni ishlab chiqarishni davomlashtiramiz. Altay tankimizga o'xshash, atak tik uchar aeroplanlarimizga o'xshash, uchquchsiz havo apparatlarimiz, qurolliq uchquchsiz havo apparatlarimizga o'xshash mudofaa sanoati kuchimizni kuchaytiramiz. Nishonimiz Turkiyaning quruqliq, havo, dengiz va har sohada 100% yerlik mudofaa sistemasiga ega bo'lishi. Aynul Arabdan Hasakagacha, u yerdan Sinjar va Qandilgacha birmi terrorchi qolmog'icha harbiy harakatlarimiz davom qiladi dedi. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkili hale getirilerek ülkemiz bu alanlarda hedeflerine uygun bir konuma çıkartılacak. Ahdim olsun ki dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak. Vergi sistemi daha adil hale gelecek. Dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşecek. Hantal bürokrasiden etkin bürokrasiye geçilmesiyle birlikte devlet kurumları arasındaki koordinasyon artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Daha icraatçı hale gelecek. Bakanlıklar uzun vadeli planlamaların ve etkin politikaların aracı haline dönüşecek. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.